Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizga bitta iltimosim bor edi. Mana bu Krember do'konini ko'ryapsizmi? Yaqinda ochuvdi, o'shanga qisqacha rolik olyapti, o'shanga iltimos, menga yordam berib yuboring. Yo'q, videolarda tusholmayman. Yo'q, o'zi bitta ssenariyni eshitib ko'ring, juda ham zo'r. Aha, qanaqa nima qilish kerak o'zi? Hozir men yoningizga kelaman-da, assalomu alaykum, yaxshimisiz deyman. Krember do'konimizni ko'rsataman. Bizning do'konda aksiya ketyapti deyman. Siz любой bitta harfni tanlasangiz, o'sha harfdagi mahsulotlarimizni tekinga olib ketishingiz mumkin deyman. Siz P harfini tanlaysiz. Bo'ladi? Xo'p, P harfi. Bo'ldi, ketdi, davay. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? O'g'lini Krember do'konimizdan ko'ryapsizmi? O'sha do'konimizda aksiya ketyapti. Siz bitta любой harfni tanlaysiz, keyin do'konimizdagi o'sha harfdagi mahsulotlarimizdan barchasini tekinga olib ketishingiz mumkin. Qaysi harf tanlaysiz? Men P harfi. P harfi. Ketdi. Ketdi. O'zi bizning mahsulotlarni yeb ko'rganmisiz? Ha, albatta, albatta. Yoqadimi? Zo'r hammasi. Bu bizning do'konimizda, xush kelibsiz. Xo'p, P harfini tanlagandingiz? Hozir qidiramiz. Hop, unutmas, biskvit emas. Siz bu yoq tarafdan qarab turishingiz ham bo'ladi. Ha, xo'p. Mon, hop, bu yoq tarafda kupes bor ekan, biskvit bor ekan, roki, kroki. Qarang, o'zi nimaga P harfini tanladingiz? Hajja bir R harfini tanlagansiz ham roki, kroki bor edi, ronda bor edi, roni bor edi. Shunaqa ham omadsiz bo'lib bo'lasizmi? What? Qarang, aniq bizning do'konda P harfidagi mahsulotlarimiz yo'q ekan. Omadingizni keyingi safar sinab ko'rarsiz. Mana shunda ketavering. Ha, ketaverasiz. Rahmat kattakon sizga. Zo'rimda vaqtingizni oldim. Faqat xafa bo'lish bo'lmasin, xo'p? Yo'q. Yaxshi aytib oling. Xo'p. Xo'p, mayli.